Mana ko'rayotganlaring. Mana arilar ishlayapti mana. Ochiq joy. Hech qanaqa dala emas, hech qanaqa bog' emas, hech qanaqa tog'i yon emas. Alnodir og'ayni mana shunaqa joyda boqsa ham bo'ladi, mana boqishyapti. Endi 10 kilo, 15 kilo asal olmasa ham 7 kilo, 8 kilo asal oladi. Ob-havoga qarab shular ham. Mana yonini ko'ryapsizlar, xonadonlar. Bu ham yoni ham xonadonlar. Qanaqa tog'da ham emas, bog'da ham emas, mana yoni xonadon. Mana 2 oilaga mo'ljallangan, 2 oilaga mo'ljallangan, 2 oilaga mo'ljallangan, ana 2 oilaga mo'ljallangan, mana katta yashillarda. Mana boqishyapti. Mana shu yerdan asal olishadi rizqiga yarasha. Mana ochiq joyda ishlayapti, mana arilar. Menga toqqa qo'yish kerak, bog'ga olib borib qo'yish kerak. Tabiatdan asal nimadan keladi deydi. Mana ari boqishyapti, mana shu yerda ham. Boqsa bo'ladi-yu. Ko'rayotganingizdek mana. Mana shu oila mana ko'rayotganingizdek. Mana shu joyda boqilyapti, mana yoni xonadon. Mana Alnodir og'ayni mana Badqo'rg'onda. Ochiq joyda boqib ham, mana shunaqa joyda boqib ham asal olyapti rizqiga yarasha. Asallarini qo'yib qo'ysang, asallari o'zi tabiatdan asal yeb kelaveradi. Endi olib borganda to'g'ri, endi bir yashikdan 10 kilo, 12 kilo asal olmasak ham 7 kilo, 8 kilo xudo xolasa bu yil asal olamiz, Alloh nasib etsa.